jamoasi ishtirokidagi uchrashuvni jonli vaziyatda yaxshi tushunayapsiz. Himoyachi Nasrullayevning ichkariga uzatmasi, birinchi zarbamiz, birinchi zarbaning o'zida, birinchi hujumning o'zida Abbos 1-0. Xotirjamlik, ishonch. Otabek Shukurov to'g'ridan-to'g'ri zarba hal qildi va Igorning zarbasi mana uzatma zarbaga aylanib sherigini qidiryapti. Fayzullayev pas, avtogolmi? Yo'q, yana bitta zarba. Igor gol urmaganiga nima qilish kerak aslida? Abbos ochilyapti. Abbos qabul qildi. Abbos zarba berdi. Uzatdi. Yaxshi gol. Igor o'tib ketyapti. To'p zarba, yana zarba. Sayfiyev ichkariga pas. Xavfli zarba.